Ana endi mana bunaqa har xil turdagi don mahsulotlarda o'zingiz va mijozlaringiz istagiga qarab un ko'rinishda yoki yorma ko'rinishda maydalab chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum Master Class kanalimizning obunachilari. Bugun sizlarga Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri kirib kelgan eng oxirgi full varianti drabilkasini ko'rsatib o'tamiz. Ikki xil razmerda bo'ladi. Bularimiz universal monster pilisosli bo'ladi. Don mahsulotlarda o'zi tortib oladi bemalol va hashay mahsulotlarni ham chiqarib beradi. Buni sizlarga batafsil ma'lumotlarini berib o'tamiz. Kanalimizda yangi kuzatib borayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Makka bug'doy don mahsulotlarini tayyorlab olganmiz. Video davomida ishlatib, tekshirib, yurgizib beramiz. Hozir buni o'zini bir soatiga mana necha kilo chiqarishini ko'rsatib o'tamiz. Soatiga 1 tonnadan 1,5 tonnagacha don mahsulotlarni yorma ko'rinishda yoki un ko'rinishda chiqarib beradi. Bunker oboroti 3400 oborot bo'ladi. 11 kilovatli 384 ishlaydi va modeli 40 ga 30 bo'ladi. Ya'ni 30 santimetrlik eniga setga tushadi. 2026-yilgi drabilkalarimiz bularimiz universal monster va o'zini sof og'irligi 342 kilo bo'ladi. 11 kilovatligi. Motor qismlari 384 ishlaydi. 100% mis admotkalik 1,5 ming oborot bo'ladi. Katta va kichkina shkif orqali harakatlangani uchun mana 3 ta remen bilan harakatlanadi. Bunkerga 3400 oborot yetib keladi. Mana bu 2 ta remeni esa ulitkaga don mahsulotlarni yetkazib beradi. Ulitkasiga ham bir qator e'tibor berib qo'yasizlar. Flansli bo'ladi, juda ham baquvvat va maslinli pachimliklar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu turba qo'shimcha turba ulab turib 50 metrgacha masofaga olib ketsangiz bo'ladi. Buni montaj qilib, ulitkani bemalol quvvat yetadi haydab berishga. Bu tepa qismlaridan beta pres, somon preslarni butun tashlab bersanglar, o'zi bu yerdan tortib olib kirib ketadi. Mana ko'rib o'tishinglar mumkin. Bu qismlarni ham ochib ko'rsatamiz mana. Ichki pichoqlari hozir video davomida batafsil hammasini tushuntirib o'tamiz. Bu joydan esa yantoq uzun poyalarni shu joydan solib, mana bu oldi qismidan chiqarishingiz mumkin. Mana bu joydan hashay mahsulotlarni otib beradi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Hozir buni tayyorlab olganmiz. Shu holatda mana yopib qo'yasizlar. Oldi qismidan hashay chiqib ketadi va bu siklondan esa don mahsulotlar bu yerdan tushadi va changi tepadan chiqib ketadi. Bu 11 kilovatligimiz va 15 kilovatligimizni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Undan kattaroq bo'ladi. Buni modeli 50 ga 40, ya'ni 40 santimetrli setga tushadi. 11 kilovatga esa 30 santimetrli. 15 kilovatli 3400 oborot. Buni soatiga 2 tonnadan 2 tonna 600 gacha don mahsulotlarni maydalab beradi va 400 kilo o'zini sof og'irligi 2026-yil. Bu ham pilisosli bo'ladi. Ko'rib o'tishingiz mumkin va mana bu oldi qismidan esa hashay mahsulotlar chiqib ketadi. Mana bunisi esa burama val bo'ladi. Ichida umuman hashay yoki donlar qolmaydi. Hammasini burama val haydab beradi ulitkaga. Ulitkaga haydab beradi. Ulitka esa don idishga tushirib beradi. Mana bu oldi qismini yopib qo'yamiz. Bu eng full varianti. Mana chang chiqmaslikka chekalariga ham mana e'tibor berilgan. Mana umuman oshiqcha chang chiqmaydi. Mana. Buni admotkalari ham, buniki ham mis admotkali bo'ladi 100%. Tepa qismlaridan pres somonlar tashaladi. Bunga ham mana ko'rib o'tishingiz mumkin. O'zi tortib kirib ketadi. Mana bu oldidan ochiladi bunga ham. Hozir buni eng asosiy bu ichki qismi bo'ladi, pichoqlari. Hozir pichoqlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, hozir kulishda bo'shatib oldik.
3 ta gaykasini mana shu joydan setga ham almashadigan joyi bo'ladi. Mana hoppa ko'rib o'tishinglar mumkin. Umuman bo'sh joy yo'q. Bu valda og'irligi ham juda og'ir bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, mana ko'rib o'tishinglar mumkin. Malatoqlariga ham e'tibor berib qo'yasizlar, chekalari qirrali bo'ladi. Kalyonli juda ham qattiq material. Mana bulari esa uchlari kuydirilgan bo'ladi, ancha-munchaga o'tmas bo'lmasligi uchun. Kombayn pichoqlari ham mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Umuman hashay mahsulotlari ham, don mahsulotlari ham adashib ham butun chiqib ketmaydi bunda. Listlari ham juda qalin, quyma list bo'ladi. Bu malatoqlari 45 dona bo'ladi. Buni ichida 15 kilovatlikni ichida va mana bu kombayn pichoqlari esa 24 dona bo'ladi. 24 dona va bu jodi pichoqlari mana 4 dona juda ham qattiq materialdan ishlangan bo'ladi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Va setkalari bu ikkita boltdan bo'shaydi. Tepaga chiqarib tushirsangiz juda ham oson. Hashayga bo'lsa, hashay setkalaridan almashtirasiz yoki donga bo'lsa, bundan ham mayinrog'ini yoki bundan ham yirikroqini qo'yib, xohlagan razmeringizda chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham eng oxirgi full varianti bo'ladi bu. Buni hozir ishlatib sinab ham beramiz. 11 kilovatligisini mana shu holatda yopiladi. Buni sof og'irligi 400 kilo bo'ladi. Hozir mana yopiq holat mana. Mana. Hozir endi 11 kilovatni bir qator ishlatib beramiz. Ana endi hozir tayyorlab olgan 11 kilovatligimizni pichoqlarini ko'rsatib o'taman. Buniki ham mana kattasidan qolishmaydi, bir xilda bo'ladi, faqat sonida farq qiladi. Mana bunda ham qirrali bo'ladi, malatoqlarida chekalari kuydirilgan. Malatoqning soni 30 dona bo'ladi, kombayn pichoqning soni esa 18 talik bo'ladi. Va bunda ham bir xil 15 kilovatlik bilan 4 talik jodi pichoq bo'ladi. Kalonli juda ham qattiq material bo'ladi. Buni ham listlari qalin listda bo'ladi. Mana ko'rib o'tishinglar mumkin. Juda ham qalin listda bo'ladi. Mana maslinli pachimli bilan jihozlangan bo'ladi. Mavsumiy 1 yilda bir marta mana bu joydan masla haydab turiladi shpris orqali. O'zini maxsus shprislari bo'ladi, masla haydaydigan. Hozir buni ishlatib sinab beramiz. Kulishda qatirib olamiz. Mana bu gaykalarini kulishda tortib olasizlar. Mana hozir ichki mahayularni ko'rsatish uchun sizlarga ochgan edik. Mana yopib oldik, qatirib. O'zida komplektida setkalari ikkita hashak uchun bo'ladi va ikkita don uchun bo'ladi. Hozir ichidagi bilan jami 4 ta bo'ladi. Bitta donga qo'ydik. Hozir ishlatish uchun makka so'talari bilan chiqarmoqchi bo'lsanglar, tepa qismidan solasizlar va unga zashlisini qo'yib olasizlar. Mana orqaga qaytarib sachramasligi uchun shu ikkita kanalli zashnisi bo'ladi o'zi komplektida. Hozir bunda chiqarib ishlatamiz. Mana bug'doyimizni chiqarib oldik. Mayilligini ko'rib o'tishinglar mumkin. Aholi tomonidan olib kelinayotgan don mahsulotlarni shunaqa qilib bemalol mayin qilib chiqarib biznes qilsanglar bemalol bo'ladi.
zakasga qarab bundan mayin yoki bundan ham yirik qilib chiqarishinglar mumkin. Juda ham mayin, mana mol oshqozoniga yukadigan qilib beradi mana. Har xil turdagi don mahsulotlarni atalabob qilib chiqarsiz ham bo'ladi yorma holatda. Endi hozir bu makkani o'zini chiqarib ko'ramiz. Mana akalar hozir bug'doyimizni chiqarib oldik. Endi makkani doni chiqaramiz mana. Mana shu joydan o'zi tortadi mana. O'zi tortaveradi. Yo, bismillah. Mana akalar makkamizni ham, makka donni ham chiqarib oldik. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Juda ham mayin qilib beradi. Aholiga xizmat ko'rsatish yem do'konlarga qo'yib, bu drabilkamizda bemalol biznes qilsangiz ham bo'ladi. Tegirmonlarni yoniga qo'shimcha qilib har xil razmerda chiqarib beradi don mahsulotlarni. Bularda hozir molni yemini ustiga sep bersanglar, bemalol oshqozoniga yukadigan qilib, mayin qilib, un ko'rinishda qilib bergan. Kimga shunaqa tegirmonlarda yoniga qo'yib, aholi tomonidan olib kelinayotgan don mahsulotlarni bunda maydalab, un ko'rinishda, yorma ko'rinishda qilib, aholiga xizmat ko'rsatib, qo'shimcha biznes qilsa ham bo'laveradi va undan tashqari mini fermalarga, kattasini esa katta fermalarga tavsiya qilamiz. Manzillarimizni aytib o'tamiz. Andijon aeroportining yo'li Kunbozorda joylashgan. Shu joyga kelib, o'zi ko'zi bilan ko'rib, eksperiment qilib sotib olishi ham mumkin bo'ladi va dastavkalarini ham yetkazib beramiz. Bularni narxlariga keladigan bo'lsak, eng qiziq joyi 11 kilovatligimizni narxiga keladigan bo'lsak, $1250 dan 12 ta viloyat dastavkalari bilan yetkazib beramiz. Mana bunisini esa 15 kilovatligini $1550 dan 12 ta viloyat dastavkalari ichida qilib yetkazib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi videolarimiz granulyatorlar haqida bo'ladi.